bugünkü günün sosyal uyuşmalarının ko'rsatuvga jiyinamiz bizni qonaqlarimiz g'alla ish rayonidan da boramiz. Bunda ZAGS uyushmalarida ko'rsatamiz, bolalar maktablarida ko'rsatamiz. Şuşa uyuşmalarını biz nişik şunday halda tutamiz, şunday yaxshi darajada tutamiz. Bizim kollegalar şunu öğrenmekçi bulalar. Onlara endi zakon qonun negizinde de narsalar ishlangan, oilani, xotin qizlarni, bolalarni ularga yordam etishni, ularning regionlarında da, Arxangelskda da ondan endi yaxshi tajribalar bor. Bugungi kunda ular o'zlarining keslarini olib keldilar, biz o'zimizniki. Unda endi avulda yaşayan xotin qizlarni da siz bilasiz, 3-chi bola tug'anda da bizim Tatariston Respublikasında yerden var. Onlar endi bugungi kunda endi sotsial oila yılında sotsial yordam formalari tag'in da kengaydi, ham tam bir topqir shularga e'tibor etasiz keladi bizim bugun.